Assalomu alaykum qadrdonlarim, sizlarga ikki xil variantdagi yangi kotyolni taklif qo'yganman. Anchadan beri yangi videolar chiqmagandi, ko'pchilikning xabari bor. O'qishda edim, faqat shanba bozor kunlariga sizlarga yangiliklarni chiqaryapman, ixtirolarni. Xo'sh, birinchi kotyolchani boshlab o'tib ketaman. Hali bular ikkalasi ham chala holatda. Bitirgandan keyin yana bafurja yoqib test qilib sizlarga ko'rsataman. Xo'sh, birinchi kotyolimiz 150 kvadratgacha yetadiganidan 14 ga 14 profilda 4 stenkaligidan bo'lyapti. Ichidan 25 lik 3 stenkaligidan 9 qator turba o'tyapti. Mana bu esa ustki qismi bo'ladi. Bemalol yechib tozalashga, hamma narsaga udobli bo'lishi uchun. Xo'sh, buni 150 kvadratgacha bemalol ishlatsa bo'ladi. Bunga suv datchigi, kirish chiqish hamma narsasini qo'yib olgan va pastki olov yonadigan qismi. Xo'sh, keyingi kotyolimiz esa mana ko'rishingiz mumkin. Bu katta qalin, mana bunaqa 16 stenkali turbadan bo'lyapti. Juda ham baquvvat, 300 kvadratgacha bemalol yetadi. Xo'sh, sizlarga yana bitta qiziq tomonini ko'rsataman. Xo'sh, olov yonadigan joyida 40 lik turbadan qo'yilgan. Mana bunaqa havoni bug'adigan, hamma issiqligi pastda qolish uchun mana bunaqa zaslonkalar qo'yilgan. Mana ko'rishingiz mumkin. Tozalashga ham juda ham oson. 7 qator 40 lik turbadan o'tgan. Keyin buni yana bitta qiziqarli tomoni, bu mamlaqa hammasi qiyasiga ketgan, havo issiqlik birdan tepaga chiqib ketmaydi. Xo'sh, olov bundan qanaqa qilib yonadi? Mana yaqinroq olib keling. Mana bunaqa garilkada bu kotyolimiz ham bemalol bunga propanni, metan, oddiy oqma gazlarni ham qo'yib yoqsa bo'ladi atrofga yo'q paytida. Xullas mana ko'rishingiz mumkin. Baquvvat moshni garilka qo'yganmiz. Bu garilkachamiz ham yechiladi. Xullas buni yozda kotyolni ishlatmagan paytlarimizga, xullas kun isigan paytlarda buni olib bemalol qozon o'choqlarining tagiga qo'yib yoqsanglar bo'ladi. Mana hamma havoniki ham, atrofotganiki ham siyomli. Bunga uzun nasatkasidan ham qo'shib beramiz. Bemalol qozon o'choqlarga qo'yib ishlaringni qilsanglar bo'ladi. Xullas ertaga buni batamom bitirib narxlarini ham sizlarga aytib ketaman. Qiladigan ishim sizlarga yoqayotgan bo'lsa, like, podpiska, obuna bo'lib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.